Imom Termiziy rahmatullohi alayhi Abdulloh ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Xayrud duai duau yawmi Arafa." Duolarning eng yaxshisi Arafa kunidagi duodir. "Va xayru ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli." Man va mendan oldingi payg'ambarlar aytgan eng yaxshi narsa, eng yaxshi zikr, eng yaxshi duo bu la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah. Lahul mulku va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qadir. Deb marhamat qildilar. Ya'ni ma'nosi Allohdan o'zga ibodatga haqli zot yo'q. U yolg'izdir. Uning sherigi yo'q. Butun mulk unikidir va butun hamd va sanolarga loyiq bo'lgan zot ham udir. U har bir narsaga qodirdir degan ma'nodagi zikrni aytdilar. Bu hadisni o'zida demak Arafa kunini qanday o'tkazishni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Aynan falonchi vaqt hech kimga aralashmasdan, o'rninglardan turmasdan o'tiringlar demadilar. Muayyan bir vaqt belgilab bermadilar. 1100 marta Ixlos surasini, Qul huvallohni yoki Fotiha surasini o'qinglar demadilar. Hech kim bilan gaplashmanglar, dunyoviy gaplar gapirmanglar demadilar. Balki bu hadis bizaga imkon boricha ko'proq duoda bo'lishi, ko'proq zikrda bo'lishimizga undayapti. Shariatimiz bu kunlarda yaxshi amallarni qilishga undaydi. Nimaiki yaxshi amal bo'lsa, qilib olish kerak. Shu qatorda biror narsa pishirib qo'shniga chiqarish ham ko'pchiligimizga ma'lum. Bizda go'zal bir odat bor. Arafa kunida xalqimiz roza tutadi, osh pishirib bir-birlisiga iftorliklar tarqatishadi. Bu buzuq aqida emas, balkim bu solih amalning o'zginasi. Bu ibodat. Bu amalda qo'shniga yaxshilik qilish, ajri bor, taomlantirish, ajri bor, iftor berish, ajri bor. Butun yaxshiliklar jamlangan. Va bunga qo'shimcha til Allohning zikrida bo'lsa, bu yanada go'zal bo'ladi. Faqat imkoni boricha isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik kerak. Hamma narsa me'yorida bo'lsa, ovqat ham, ajratilayotgan vaqt ham inshaalloh go'zal bo'ladi. Biz hozir oltindan ham qimmatli bo'lgan kunlardamiz. Arafa kunida Alloh taoloning cheksiz karamini, marhamatini qarshi olishi eng yaxshi yo'li tilimiz zikr va duodan charchab qolmasin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Inna li robbikum fi ayyami dahrikum nafahat." Ya'ni sizlarni hayotinglar davomida Alloh taoloni xayr, baraka va rahmat shabbodalari bo'ladi deganlar. Fata'arradu laha. O'sha shabbodalarga ro'baro bo'lib, ulardan bahramand bo'lishga harakat qilinglar deb aytadilar. Alloh taolo hammamizni o'zi rozi bo'lgan amallarga muvaffaq qilsin.